Tovarlarni kirim qilish uchun biz omborga kiramiz. Xaridlar kontragentga kelib tushgan. Bizda hamma nakladnoylarimizning to'liq spiskasi ochiladi. Bu yerda yangi nakladnoy yaratish uchun biz yaratish bosamiz. Bizda bu yerda faqatgina omborni to'ldirish kerak bo'ladi va kontragentni tanlash kerak bo'ladi. Kontragent bu bizning firma, ya'ni yukni tovarlarni bizga olib kelayotgan kompaniya bo'ladi. Bu yerda bizda spiska bo'lib chiqadi. Agar chiqmayotgan bo'lsa, biz faqatgina plyusni bosamiz. Yangisini yaratish uchun. Masalan, yuridik maqomni to'ldiramiz. Kontragentlar guruhi поставщики. Shu 3 ta joyini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Qolganlari shart emas. Yana bitta yangi kontragent yaratib ko'ramiz, plyus bosib. Masalan bo'ladi bozor. Bu yerda yuridik maqomni yuridik shaxs qo'yamiz va поставщики tanlaymiz. Shunday qilib, keyinchalikda bizda уже ikkita kontragent bor ishlash uchun. Saqlashni bosamiz. Bu yerda bizda birinchi kirim yaratildi, birinchi nakladnoy. Ikki marta bosib ichiga kirishimiz mumkin. Tovarlarni mana shu kirimning ichiga kiritib qo'yish uchun bizda уже yaratilgan bo'lishi kerak birinchidan. Ularni kiritish uchun biz shtrix kodni urib qo'yamiz. Shu betdagi polega biz shtrix kodni urib ketirishimiz mumkin. Agar bizda shtrix kodi yo'q tovarlar bo'lsa, tanlashni bosishimiz mumkin. Masalan, bizda уже nomenklatura ochiladi va bu yerda sabzavotlarni kiritmoqchimiz. Shu yerda kerakli tovarlarni 2 marta bosib tanlashimiz mumkin. Yo'kida butun guruhdagi narsalarni hammasini belgilash qilishimiz mumkin. Tanlash hamma tovar tanlanadi. Hujjatga o'tkazish va hujjatimizda уже tovarlar kiritilgan. Bu yerda biz faqatgina 3 ta joyni to'ldirishimiz kerak. Miqdor bu nechta kirib kelyapti bizga. Qiymati nech puldan sotib olinyapti. Va narxi. Bu degani sotuv narxi qancha chiqadi bizda. Sotuv narxi bilan bog'liq bo'lgan ustma degan joyi bor. Ustma bu kirim narxini ustiga necha foiz qo'yayotganligingiz. 12 ming so'm deb qo'ymaganimiz uchun 20% ustma chiqyapti bizda. Sotuv narxini ustma foizi bilan ham qo'yishimiz mumkin. Bu yerda xuddi shunday qolganlarini ham to'ldirib chiqamiz. Xo'p, bizda kiloli tovarlar ham bor, kartoshka, piyoz, sabzi. Bularda o'lchov birligi ko'rsatilgan. Shuning uchun bularning miqdorini biz grammigacha ham aytishimiz mumkin. Masalan, kartoshkadan 22 kilo 455 gram keldi deyishimiz mumkin. Ikkita piyozdan 10 kilo 50 gram kelgan. Qiymatini 1 kilosi uchun yozib qo'yamiz. Xuddi shunday 1 kilo uchun sotuv narxini ham yozib qo'yamiz. Qolgan tovarlarni to'ldirib chiqib hammasini bitirishimiz ham mumkin. Tovarlarni kiritib bo'lganimizdan keyin o'tkazishni bosib boramiz.
o'tkazishni bosganimizdan keyin tovarlarimiz уже assadkaga qo'shilgan bo'ladi.